Qosim aka, bir o'z aytib qo'ying. Qarab turib qo'ysa aka. Girji Shukur akamizni bir sarka 200 to'yxonani gilamini Ko'ktoshdan Qosim polvonni Bektosh polvon otasi Qosim akani o'g'illar alpinisida tashladi. Yana marra 19-marraga aydash. 18-marra Bektosh polvonga taqdir qildi Shavkat bloger, Ildor bloger. Chiroyli joz, kechqurun hisoboting bor. Yana qayerda Boliqda? 19-marra ketdi, 18ni Bektosh olib keldi. Ana endi o'g'illar sarka ko'payib ketdi. Hozirga aytilgan zoting yana sarka. Marraga kir. Shuriga ham nima aytsam shuni aytaman. Men ham yildaniga kelganman. Qidir bojasini hisobidan o'talar, endi bojalarga o'tdik. Bir sarka 100 ming. Farhod Doldal akamizdan 200 keldi. Ha, sochag'ingda. Sochag'ingda. Badaning tiriladi. Oh. Polvonsiz, hurmatingiz bor, bir kelib ketasiz keyin sochaqa. Yashang, assalomu alaykum. Rahmat, kuningiz ko'p bo'lsin Boybojon. Hurmatingiz bor biz uchun. Bilaman. Sizni taniyman deyman. Yashang. Oyiqding, Alexding rahmat. O'g'aylar bakalga ham o'g'aylar pora keldi, ko'rdilaringmi? Oyiqding, Alexding egasi. Rahmat aka, rahmat. To'ylaringizda qaytara o'zimlashdi. Yashang. Ko'tarildi. Qudrat bojosining hisobidan bo'lib bir sarka 100 ko'tarildi. Marrang bor chapag'on. Takani bunyod sog'an o'g'aylar haloli bo'lsin. Yo'q, biz kistaga emas aka, yildiki bu rahmat. Kistaga urilmaydi aka bu. Mana akaringizini yozingizlar. Ha. Qadrdon mehmonlarimizga o'g'aylar, oyiq Alex top choptirgan akamizning hisobidan 100 ming to'rakini Shuriga aka berdik. Anka polvonni akalari. Bunyodki tagda o'tdik. Yo'lchi akamizni boysini bilan o'g'aylar, bunyod polvon hozirga aytilgan Qudrat bojosini sarka 100ni keldi, rahmat. Ana endi sidratma 5 qo'l. Quloqsa. Oqdaryodan o'g'aylar Anvar polvonning akasi. Mana meni yonimda turibdi o'g'aylar. Vaqtda o'zimizdan olib ketgan otlarni Oyiqni, Alex choptirgan akalarimiz yonimda turibdi.